Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet fuqarolarga shoshilinch axborot e'lon qildi. 31 dekabr Yangi yil kuni O'zbekistonda qor yog'adimi? Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. 31 dekabr kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarga biroz yomg'ir yog'adi. Havo harorati 31 dekabr va 2 yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 31 dekabr kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati 31 dekabr kuni kechasi va 2 yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. 31 dekabr kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 1-2 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 31 dekabr kuni kunduzi 5-10 daraja iliq, kechasi esa 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. 31 dekabr va 3 yanvar kunlari ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarga esa tuman tushishi mumkin. Havo harorati 31 dekabr kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Faqat 1 va 2 yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 31 dekabr kuni 2-7 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. 1 yanvarda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 31 dekabr va 3 yanvar kuni vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. 4-7 yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 31 dekabr kuni kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. 1-2 yanvar kunlari kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. 3 yanvar kuni kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq, kunduzi esa 0-5 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda.